Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizga shunday bir muhim ma'lumotni yetkazamanki, u sizning moddiy ahvolingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu ayniqsa 1931 yilgacha ta'lim olgan barcha pensionerlar uchun tegishli. Agar siz yoki oila a'zolaringiz ana shunday pensionerlar qatoriga kirsa, diqqat bilan eshiting. Ko'pchilik pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan nafaqaning to'liq miqdorini olmasliklari mumkinligini bilishmaydi. Bu esa afsuski katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli bu shunchaki bir maslahat emas, balki sizning qonuniy haqqingiz bo'lgan qo'shimcha nafaqaga erishish yo'li. Bu ma'lumotdan bexabar qolish siz uchun millionlab so'm yo'qotish degani bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqchiman. Kanalimizga hozirroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlargacha yetib boradi va ularning ham huquqlari tiklanishiga yordam beradi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak. Sovet davridagi ta'lim va pensiyalarni hisoblashning o'zgarishi aziz do'stlar, bilamizki, O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgunga qadar, ya'ni 1990-yilgacha biz sobiq Sovet ittifoqi tarkibida edik. O'sha davrda amalda bo'lgan pensiya qonunchiligi va bugungi kun qonunchiligi orasida sezilarli farqlar bor. Xususan mehnat stajini hisoblash, ayniqsa ta'lim davrini unga kiritish masalasida ko'plab o'zgarishlar yuz bergan. Qadimgi Sovet ittifoqi davrida ko'plab hollarda oliy o'quv yurtlarida, texnikumlarda, kasb-hunar bilim yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish davri to'liq mehnat stajiga qo'shib hisoblanardi. Bu o'sha paytda mavjud bo'lgan ijtimoiy siyosatning bir qismi edi. Chunki davlat ta'limni rag'batlantirardi va o'qishni tugatib ishga joylashgan fuqarolar uchun bu qo'shimcha imtiyoz edi. Biroq mustaqillikka erishilgandan so'ng O'zbekiston o'zining pensiya qonunchiligini shakllantira boshladi. Dastlabki yillarda qabul qilingan qonunlarda ba'zi ta'lim davrlarini mehnat stajiga kiritish qoidalari biroz boshqacha talqin qilingan. Ba'zi hollarda cheklangan yoki umuman hisobga olinmagan. Ko'plab pensionerlar, hatto pensiya jamg'armasi mutaxassislari ham bu masalaga yetarlicha e'tibor bermaganlar. Natijada ko'plab fuqarolar o'zlarining o'qish davrini pensiya stajiga kiritmasdan kamroq nafaqa olib kelishmoqda. Ammo bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining ba'zi moddalariga va vaqti bilan qabul qilinadigan tegishli normativ hujjatlarga asosan 1991 yilgacha olingan ta'lim davrlarini mehnat stajiga qayta kiritish yoki to'g'ri hisoblash imkoniyatlari mavjud. Bu aynan shu yo'l bilan sizning pensiyangiz miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan syurprizdir. Pensiya miqdorini hisoblashda mehnat staji hal qiluvchi ahamiyatga ega. Staj qancha ko'p bo'lsa, pensiya ham shuncha yuqori bo'ladi. Agar sizning stajingizga 3-4-5 hatto undan ko'proq yil qo'shilsa, bu sizning pensiyangizni minimal darajadan yuqoriroq pog'onaga ko'tarishi yoki mavjud pensiyangiz miqdorini yanada oshirishi mumkin. Shuni unutmangki, har bir yil, har bir oy pensiya miqdoriga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu ayniqsa mehnat staji yetarli bo'lmay, minimal pensiya olib kelayotganlar yoki nafaqaga chiqish uchun staji 1-2 yil yetmay turganlar uchun juda muhimdir. Asosiy qismbek nimalarni bilish kerak, kimlar uchun muhim. Endi esa bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Pensiya miqdorini oshirish imkoniyatiga ega bo'lish uchun nimalarni bilishimiz kerak? Birinchidan, qaysi ta'lim turlari hisobga olinadi? Odatda quyidagi kunduzgi ta'lim davrlari mehnat stajiga qo'shib hisoblanishi mumkin. Astaj oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri, universitet, institut, akademiya va shunga o'xshash oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish. Bu davr odatda 4 yildan 6 yilgacha bo'lishi mumkin. 2. Astaj o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qish davri, texnikumlar, kollejlar, litseylar o'sha davrdagi nomi bilan va shu kabi o'rta maxsus ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qish. Bu davr odatda 2 yildan 4 yilgacha bo'ladi. O'tun. Astaj kasb-hunar bilim yurtlarida PTU o'qish davri, ishlab chiqarish ta'limi beradigan kasb-hunar maktablari bilim yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish. Bu davr odatda 1 yildan 3 yilgacha davom etadi. D-tas malaka oshirish kurslari. Ba'zi hollarda agar bu kurslar davlat miqyosidagi muassasalar tomonidan tashkil etilgan bo'lsa va ularning davomiyligi belgilangan muddatdan kam bo'lmasa, ular ham stajga qo'shilishi mumkin. Ikkinchidan, kimlar uchun bu maslahat ayniqsa muhim? Bu imkoniyat quyidagi toifadagi pensionerlar uchun juda dolzarbdir. 1920 yilgacha kunduzgi bo'limda o'qishni tamomlagan barcha fuqarolar. Agar siz diplom yoki attestatga ega bo'lsangiz
Lekin pensiya hisoblanganda o'qish davringiz mehnat stajiga to'liq kiritilmagan bo'lsa, siz albatta bu masalani ko'rib chiqishingiz kerak. Mehnat staji minimal talabdan ozgina kam bo'lganlar. Pensiyaga chiqish uchun masalan 25 yil staj talab qilinsa-yu, sizda 23-24 yil staj bo'lsa, o'qish davrini qo'shish orqali siz to'liq pensiya olish huquqini qo'lga kiritishingiz mumkin. Minimal pensiya bilan to'liq pensiya o'rtasidagi farq ancha sezilarli bo'ladi. Uzoq yillar davomida ishlagan. Ammo hujjatlari chalkashib ketganlar, ba'zida mehnat daftarchasida xatolar, o'chirishlar yoki ba'zi ish joylari haqida yozuvlar mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu kabi holatlarda ham o'qish davrini qo'shish staj yetishmovchiligini qoplashga yordam beradi. Uchinchidan, kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Aslida xavotirlanmasligi mumkin degan gapi biroz shartli. Chunki har kim o'z pensiya hisobini tekshirishi kerak. Ammo agar siz faqat 1911 yildan keyin ta'lim olgan bo'lsangiz, pensiyaga chiqqaningizda o'qish davringiz allaqachon to'liq hisobga olinganligi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki umuman kunduzgi bo'limda o'qimagan bo'lsangiz, bu masala siz uchun kamroq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin baribir bir marta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Bu sizning xotirjamligingizni ta'minlaydi. Endi bir qancha hayotiy misollarga e'tibor beraylik. Masol oliy ta'limning muhimligi Otabek aka 1942 yilda tug'ilgan. 1942 yilda Toshkent texnika institutiga o'qishga kirib, 1973 yilda uni muvaffaqiyatli tamomlagan. Ya'ni u 5 yil kunduzgi bo'limda o'qigan. Nafaqaga chiqqanda Otabek akaning mehnat daftarchasi bo'yicha staji 30 yilni tashkil etgan. Pensiya hisoblanganida uning bu 5 yillik o'qish davri texnik xato tufayli yoki o'sha davrdagi yangi qonunchilik talqini sababli mehnat stajiga kiritilmagan. Natijada u 30 yillik staj asosida masalan 1 million so'm miqdorida nafaqa olgan. Agar Otabek aka o'z huquqini bilib pensiya jamg'armasiga murojaat qilsa va bu 5 yillik o'qish davri uning stajiga qo'shilsa, uning umumiy mehnat staji 35 yilga yetadi. Bu esa pensiya hisoblash formulasida sezilarli o'zgarishga sabab bo'ladi. O'rtacha ish haqi va koeffitsiyentlar hisobiga uning pensiyasi taxminan 2,5 so'mga oshib 2,5 so'mni tashkil qilishi mumkin. 1 yil davomida bu 3,000 so'mga, 5 yilda esa 25,000 so'mga yaqin qo'shimcha daromad deganidir. Bu juda katta mablag'. Ikki misol, o'rta maxsus ta'limning ahamiyati Dilorom opa 1955 yilda tug'ilgan. 1973 yilda kasb-hunar maktabiga kirib, 1976 yilda 3 yillik ta'limni tamomlagan. Nafaqaga chiqqanda uning mehnat daftarchasi bo'yicha staji 24 yil bo'lgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ayollar uchun pensiyaga chiqish uchun minimal staj 20 yil. Dilorom opa minimal stajdan oshgan bo'lsa-da, uning 30 yillik o'qish davri ham hisobga olinmagan. U masalan 1,5 so'm miqdorida pensiya olib kelgan. Agar Dilorom opa bu imkoniyatdan foydalansa, uning stajiga qo'shimcha 3 yil qo'shilib, umumiy staji 27 yilga yetadi. Bu holatda uning pensiyasi miqdori ham oshadi. Taxminan 1,5 so'mga oshib 1,6 so'm bo'lishi mumkin. Bu ham har oyda sezilarli qo'shimcha pul degandir. Ayniqsa minimal pensiya oladigan fuqarolar uchun har bir qo'shimcha yil oylik to'lovlarni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Uch misol. Hujjatlar yo'qolgan holatda G'ani aka 1970 yilda tug'ilgan. 1975 yilda 1 yilga malaka oshirish kurslarida o'qigan. O'qish tugagandan so'ng berilgan guvohnomasini yo'qotib qo'ygan. Uning pensiya staji 20 yil bo'lgan. O'qish davri hisobga olinmagan. G'ani aka kabi holatlarda hujjatlar yo'qolgan bo'lsa ham umidsizlikka tushmaslik kerak. Agar uning o'qigan joyi va davri tasdiqlanadigan arxiv ma'lumotlari mavjud bo'lsa, u bu davrni stajiga qo'shtira oladi. Agar arxivda ham ma'lumotlar topilmasa, sud orqali guvohlarni jalb qilib o'qiganlik faktini tasdiqlash imkoniyati mavjud. Hatto 1 yillik qo'shimcha staj ham G'ani akaning pensiyasini kamida 7000 so'mga oshirishi mumkin. Asosiy qism 2 istisnolar. Nozik ihatlar va yashirin qobillar pensiya masalasi juda murakkab jarayon bo'lganligi sababli bu yerda ba'zi istisnolar, nozik ihatlar va kutilmagan qobillalar mavjud bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizning ishingizni osonlashtiradi va keraksiz vaqt yo'qotishlarning oldini oladi. Faqat kunduzgi ta'lim davri hisoblanadi. Eng asosiy va muhim qoida shuki, pensiya stajiga faqatgina ta'lim muassasalarining kunduzgi bo'limlarida o'qish davri qo'shiladi.
Sirtqi zaochniy yoki kechki vecharniga bo'limlarda o'qish davri odatda mehnat staji kiritilmaydi. Buning sababi shuki, sirtqi yoki kechki bo'limlarda o'qish bilan birga ishlash imkoniyati mavjud bo'lgan va aksariyat hollarda fuqarolar o'qish bilan bir vaqtda mehnat faoliyatini ham olib borganlar. Agar siz sirtqi bo'limda o'qib turib rasman ishlagan bo'lsangiz, sizning o'qish davringiz emas, balki aynan o'sha davrdagi mehnat faoliyatingiz stajga qo'shiladi. Shuning uchun bu nuansa juda muhimdir. 2. Harbiy xizmat va ta'lim davrining birgalikda kelishi agar sizning ta'lim davringiz harbiy xizmat davriga to'g'ri kelgan bo'lsa, bu holat qanday hisoblanadi? Odatda bu ikki davr bir-birini qoplamaydi. Ya'ni bir xil vaqt uchun 2 marta staj hisoblanmaydi. Pensiya qonunchiligiga ko'ra harbiy xizmat davri mehnat stajiga kiritiladi. Agar siz harbiy xizmatni tugatgandan so'ng o'qishga kirgan bo'lsangiz, muammo yo'q. Ikkalasi ham ketma-ket hisoblanadi. Ammo agar siz o'qish davrida, masalan, harbiy kafedrada o'qib, keyin qisqa muddatli harbiy yig'inlarga borgan bo'lsangiz yoki umuman ta'lim davriga to'g'ri keladigan harbiy xizmat bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan bu masalani batafsil ko'rib chiqish lozim. Ba'zi hollarda fuqaro uchun qaysi davr ko'proq foyda keltirsa, o'sha davr tanlanishi mumkin. Hujjatlarning yo'qolishi eng katta to'siq afsuski. Ko'plab pensionerlar uchun eng katta muammo bu o'qiganlik haqidagi hujjatlarning diplom, attestat, ma'lumotnoma yo'qolganligi, vaqt o'tishi bilan hujjatlar yo'qolishi, yaroqsiz holga kelishi yoki hatto o'qigan muassasaning nomi o'zgarishi yoki tugatilib yuborilishi mumkin. Bunday holatda nima qilish kerak? O'quv yurtining arxiviga murojaat avvalo. Siz o'qigan ta'lim muassasasining arxiviga murojaat qilishingiz kerak. Hatto muassasa nomi o'zgargan bo'lsa ham, uning huquqiy vorisi mavjud bo'ladi va eski hujjatlar arxivda saqlanishi shart. Odatda ular sizning o'qiganlik davringiz va tamomlaganlik haqida arxiv ma'lumotnomasi berishlari mumkin. Shaharning umumiy arxiviga murojaat. Agar o'quv yurti arxivida ma'lumot topilmasa yoki muassasa butunlay tugatilgan bo'lsa, siz joylashgan viloyat yoki shahar davlat arxivlariga murojaat qilib ko'rishingiz mumkin. Ba'zida bunday hujjatlar u yerda saqlanishi mumkin. Sud orqali faktni tasdiqlash. Agar barcha urinishlar zoye ketsa, sizning so'nggi chorangiz sudga murojaat qilish. Bu yerda siz o'qiganlik faktini guvohlar orqali tasdiqlashingiz mumkin. Siz bilan bir guruhda o'qigan kursdoshlaringizning guvohligi juda muhim rol o'ynaydi. Sud qarori pensiya jamg'armasi uchun rasmiy hujjat hisoblanadi. Pensiyani qayta hisoblash muddat va orgua sanadan to'lovlar sizning o'qish davringiz pensiya stajiga qo'shilgandan so'ng pensiyangiz qayta hisoblanadi. Yana bir muhim nuansa bu qo'shimcha to'lovlar qaysi davr uchun amalga oshirilishi. Odatda O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, agar pensiyaga oid hujjatlardagi xato yoki kamchiliklar fuqaroning aybi bilan emas, balki pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan yo'l qo'yilgan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanib oldingi davr uchun ham to'lanishi mumkin. Ammo shuni bilish kerakki, bu to'lovlar odatda so'nggi iniqi oy uchun amalga oshiriladi. Ya'ni siz murojaat qilgan sanadan boshlab orqaga iniqi oy. Agar siz 5 yil oldin nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va faqat bugun murojaat qilsangiz, sizga faqat so'nggi 1 yillik qo'shimcha pul to'lanadi. Shuning uchun bu ishni qancha tez boshlasangiz, shuncha yaxshi. O'qish joyining nomi o'zgarishi Sovet davrida ta'lim muassasalarining nomlari tez-tez o'zgarib turardi. Yoki mustaqillik yillarida ko'plab institut va texnikumlar qayta tashkil etildi. Nomlari o'zgardi. Masalan, Toshkent davlat universiteti keyinchalik O'zbekiston milliy universiteti bo'lgan. Bunday holatlar hujjatlarni topishni biroz murakkablashtirishi mumkin. Ammo har bir ta'lim muassasasining o'z huquqiy vorisi mavjud bo'ladi va barcha arxiv ma'lumotlari bu vorisda saqlanadi. Shuning uchun eski nom bilan hujjat topilmasa, hozirgi kunda joyda qaysi muassasa faoliyat ko'rsatayotganini aniqlash va o'sha yerdan ma'lumot so'rash lozim. Chet elda olingan ta'lim agar pensioner SSR hududidan tashqarida, ammo o'sha davrdagi sotsialistik lager davlatlarda, masalan GDR, Chexoslovakiya, Polsha, Vengriya ta'lim olgan bo'lsa, bu davr hisobga olinadimi? Odatda O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan pensiya ta'minoti sohasidagi xalqaro shartnomalari asosida bunday davrlar ham mehnat stajiga qo'shib hisoblanishi mumkin. Biroq bu holatda qo'shimcha hujjatlar, diplomning notarial tasdiqlangan tarjimasi, o'qish davri haqida tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi va jarayon biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Lekin bu imkoniyat ham mavjud. Amaliy ko'rsatmalar. Nima qilish kerak? Aziz tomoshabinlar, endi esa amaliy harakatlar rejasiga o'tamiz.
qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Toki siz uchun bu jarayon imkon qadar tushunarli oson bo'lsin. Bir qadam. Hujjatlarni yig'ish va tayyorlash bu eng muhim bosqichdir. Sizning muvaffaqiyatingiz ko'p jihatdan to'g'ri va to'liq hujjatlar paketiga bog'liq. Astirish diplom, attestat, guvohnomalar. Astirish o'qishni tamomlaganingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni toping. Bu oliy ta'lim diplomi, o'rta maxsus ta'lim attestati yoki kasb-hunar bilim yurtini tamomlaganlik haqidagi guvohnoma bo'lishi mumkin. Ularning asl nusxalari va nusxalari kserokopiya kerak bo'ladi. Asosiy o'qiganlik haqidagi ma'lumotnoma, agar sizda diplom, attestat yo'qolgan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi qo'shimcha ma'lumot so'rasa, siz o'qigan ta'lim muassasasidan arxiv ma'lumotnomasi olishingiz kerak. Bu ma'lumotnomada sizning o'qigan davringiz, o'qish shahri kunduzgi ekanligi va ta'lim muassasasining nomi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mehnat daftarchasi. Bu sizning asosiy hujjatlaringizdan biri. Uning barcha sahifalari aniq to'ldirilgan va muhrlar bosilgan bo'lishi kerak. Pasport sizning shaxsiyatingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Hujjatlar yo'qolgan holatda harakatlar rejasi. Astirish yuqorida aytib o'tganimdek, agar hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, astirish birinchi navbatda siz o'qigan ta'lim muassasasining arxiviga murojaat qiling. Hatto nomi o'zgargan bo'lsa ham arxiv ma'lumotlari saqlanadi. Yozma ariza bilan murojaat qiling va javobni kutib oling. Astirish ikkinchi navbatda, agar arxivda ma'lumotlar topilmasa, tuman shahar sudiga murojaat qiling. Sizning arizangizda o'qiganlik faktini tasdiqlashni so'rab, o'sha davrda siz bilan birga o'qigan 2-3 nafar guvohni ko'rsatishingiz kerak. Guvohlar sud majlisida sizning o'qiganligingizni tasdiqlashlari lozim. Sud qarori arxiv ma'lumotnomasi bilan teng kuchga ega bo'ladi. 2 qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qilish barcha kerakli hujjatlarni yig'ib bo'lgach, siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Astirish siz doimiy yashash joyingizda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining hududiy, tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilishingiz lozim. Astirish nima yozish kerak? Astirish siz arizada quyidagilarni aniq va tushunarli qilib yozishingiz kerak. Sizning FIShingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz, pensiya guvohnomangiz raqami. O'zingizning qachon va qaysi ta'lim muassasasida, qaysi davrda aniq sanalarni ko'rsatgan holda kunduzgi bo'limda o'qiganligingizni, o'qish davrini mehnat stajingizga qo'shish va shu asosda pensiyangizni qayta hisoblashni so'raysiz. Ariza oxirida sizning qo'shimcha hujjatlaringiz, diplom, attestat nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi yoki sud qarori nusxasi ilova qilinganligini ko'rsating. Ariza 2 nusxada yozilishi va 1 nusxasini pensiya jamg'armasi xodimi qabul qilib olgani haqida belgi, shtamp va imzo qo'yib sizga qaytarib berish kerak. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. Qaysi hujjatlar bilan borish kerak? Mehnat daftarchasi asli va nusxasi, diplom, attestat yoki ularning o'rnini bosuvchi arxiv ma'lumotnomasida sud qarori, pensiya guvohnomasi asli va nusxasi, yuqorida yozilgan ariza 2 nusxada. 30 qadam. Javobni kutish va monitoring qilish pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqishi uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda bu muddat 15 ish kunini tashkil etadi. Ba'zi murakkab holatlarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi yoki muddat uzaytirilishi mumkin. Siz murojaatingizning holatini doimiy ravishda monitoring qilib borishingiz kerak bo'lsa, jamg'armaga telefon qilib yoki shaxsan borib bilib olishingiz mumkin. Ular sizga yozma javob berishlari shart. 4 qadam. Natijadan norozi bo'lsa nima qilish kerak? Agar pensiya jamg'armasi sizning arizangizni qondirmasa, ya'ni o'qish davringizni stajga qo'shishdan bosh tortsa yoki pensiyangizni siz kutgan miqdorda oshirmasa, sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun quyidagi yo'llar mavjud. Astirish yuqori turuvchi organga murojaat. Avvalo, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi qaroridan norozi bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining markaziy apparatiga Toshkent shahrida joylashgan yozma ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Prokuratura organlariga murojaat. Astirish agar pensiya jamg'armasining yuqori organi ham sizning talabingizni qondirmasa yoki sizning fikringizcha sizning huquqlaringiz buzilgan bo'lsa, siz tuman shahar prokuraturasiga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Prokuratura arizangizni ko'rib chiqadi va qonuniylikni ta'minlash choralarini ko'radi. Astirish sudga murojaat barcha ma'muriy bosqichlar yakunlanganidan so'ng ham natija bo'lmasa, siz fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish
huquqiga egasiz. Sud sizning ishingizni to'liq va xolisona ko'rib chiqib, adolatli qaror qabul qilishi shart. Sudga murojaat qilishda advokat yordamidan foydalanish tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, 1991 yilgacha ta'lim olgan har bir pensioner o'zining pensiya hujjatlarini sinchiklab ko'rib chiqishi va o'qish davrida stajga qo'shish imkoniyatini tekshirishi shart. Bu sizning qo'shimcha mablag' olishingizga, hayotingizni yanada farovon qilishingizga yordam beradi. Unutmang, sizning pensiyangiz, bu sizning qonuniy haqqingiz. Uni to'liq olish uchun harakat qilishdan cho'chimang. O'z fikr mulohazalaringizni va sizda yuzaga kelgan shaxsiy vaziyatlarni izohlarda yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.